qaysidir mablag' hisobidan ham asfalt qilinadigan bo'lgan taqdirda ham taxminan mart o'zimiz ham bilib turibmiz bo'lmasligini-da. Lekin shuni haqiqat bormi deyapti. Endi haqiqat bormi yo'qmi deganini prokuraturaga yozib berishlar. Sizlarga rahmat. Prokuratura o'rganadi-da, prokuratura chorasini ko'radi. Agar bu haqiqatan qonun buzilishi qiladigan bo'lgan bo'lsa, javobini beradi. O'sha sizlarni mahallalaring, ko'chalaring asfalt qilib beradigan bo'lsa, cho'ntagidan bo'lsa ham qilib beradi, tutiladi. Lekin hozirgi tartib bo'yicha yana qaytarib aytayapman, hozir tartib bo'yicha men nimaga aprel oylarida, taxminan aprel oylarida ob-havoni qulay noqulayligidan kelib chiqib, aprel oylarida men sizlarga anavi qilib beraman, nima edi? Shag'allashtirib, kato urib, asfaltday zakonni qilib beraman. Keyin ustiga asfaltni tayyor nimani bosiladi. O'sha shag'allashtirishda ham ana undan olib tashlaymiz. Balki yana qo'shimcha qaysidir ko'chalar ham bo'lib ketadi o'sha. Mablag' ortib qolib demoqchilar. Ortib qoladi-da. Mablag' ortib qolsa, u ikkita emas, 4 ta ko'cha bo'lar, 3 ta ko'cha bo'lar yana qo'shimchada. Chunki tagida shag'alni men o'zi qilib bergan bo'laman. Hashar yo'li bilan qilib beraman. Hokimiyat hisobidan bo'lyapti u. Yo, endi ana homiylik yo'li bilan. Shu, shuni aytayapman, men tushuntirib. Og'irlik ham tushmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Lekin janjal qilasizlarmi, to'polon qilasizlarmi, u qilasizlarmi, bu qilasizlarmi, uni absolyutno farqi yo'q. Talabi bo'yicha asfalt bosish, shag'al bosish talabi bo'yicha bu havoda, bunaqa yomg'irda, bunaqa qorda bo'lmaydi. Uni o'zlaring ham yaxshi bilasizlar. Hozir qat'iyatroq borib turib beton uyingga beton quy desa, hech kim quymaydi uyiga beton. Sababi erta yorilib ketadi, boshqa bo'ladi, qashqa bo'ladi, o'shani hammasini pregrasda bilasizlar. Davayt shu narsaga kelishaylik hozir. Va'da. Men hokim bo'lib turib aytayapman shu narsani. O'sha hokim aytganlaridek har bir fuqaro o'zining shaxsiy burchi, kerakli tegishli tashkilotlarga murojaat qilish huquqlaring bor. Aytayapman. Yog'ini qilsalaring, qilaverasaring, qonuniy tartibda agar haqiqatan noqonuniy ish qilgan bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar uni qonuniy javobini beradi. Shu paytgacha berib kelgan. Prokuratura beradi uni javobini. Prokuratura sudga oshiradi, sud orqali yechiladigan masala. Baribir nizo bo'lyapti-da o'rtada, o'sha nizo sud orqali yechiladi. Davay sizlar meni podдержка qilinglar, men ham sizlar podдержка qilib turib olib chiqaman. Nima deysizlar fuqarolar? Mana hozir asfaltgacha tekis tosh yoyib, hozir mahkamlab anaqa qilib beraman. Elektr masalalarini Mana-da hokim bor. Obod mahalla bo'ldi-da, shunda men oxirgi uyda turaman. Yog'och stalba bilan qolib ketdim. Men ana bu kishiga murojaat qilmadim. Bu kishi meni gapimni eshitmaydi-ham. Bu kishi. Men ana keldi. Ana Habibulla aka, siz keldingiz, shunda aytdim-a. Ochil aka, ana raisga ham aytdim. Shuni yordam qilinglar. Har qishda borib shunaqa qiynalaman. Uzilib bir bolalarimiz tugan bir narsa bo'lib qolsa yomon-ku. To'g'ri. U nechta stalda talab qiladi? Bittagina stal. 15 ta mahalla qo'ydirib beraman. Qo'yib beringlar hozir. Doniyorga ham aytganmiz, Doniyordan xabari bor. Mahallada 15 ta stalba kami bor, ortib ketgan. Boshlig'iga murojaat qilganman-da men. Yo'q, to'xtang. Texnika kiraladimi? Kiraladi, mana ko'chadan. Yo'q, ko'chani yuzidami, yo'q hovlingiz ichidami? Yo'q, Ko'chani yuzida. Ko'chani yuzida. Bo'ldi, ko'chani yuzida bo'lsa ertaga qo'yib beringlar. Ertaga qo'yib beramiz, keyin mana shuni davomi, mana shu stalbalarning davomi. Bo'ldi. Hokim tashashi bilan traversab kelib o'tkazib beramiz. Gaplashib oldik. Mahallada 15 ta stalba mana shunaqasiga qolib ketgan. 15 ta stalba kerak. Hozir aytayapman, ortib olib ketdi. Narigi mahallalarga qo'ydi elektriklar. Lekin mana shu yerdan bizda bu yerdan narigi ko'chalarga, mana shu tupik ko'chalarga 15 ta stalbani shu yerdan ortib olib ketdi. Qo'yib beramiz dedi, mana raislar qo'l qo'ydi. Yo'q aka, 15 ta 15 ta stalbani hal qilib beraman. Lekin hozirga emas, keyinroqqa. Texnika kiraladigan, normalniy joy bo'lsa, bitta shalandada olib keladi, hammasini bir kunda qilib berib ketadi. Bitta stalba, bitta endi bularda uyiga xavfsiz bo'lish uchun men mayli, ana undan исключительно keladi. Bitta texnika Brukadan keladi-da u ham. Sentrdan keladi. U qancha bir 15 kilometr bormi bu yoqacha? Nari. U traktor bir kun deyapman, obedgacha keladi, bitta stalban qo'yadi, yana qaytib ketadi, bir kun kuni yo'q bo'ladi-da. O'shaning uchun kelib turib bu yerda samarali ish tashkil qilish uchun kelgandan keyin bir 10 ta 20 ta stalba bo'lsa, o'shani bir kun qo'yib berib ketsa, yana ertasi kuni qaytib ketaveradi-da joyiga. O'shaning uchun elektr masalasini hozir asosiy kelganimiz nimasi? Chunki men vaqtim naryoqda ham fuqarolar kutib turibdi. Bu yoqqa ham borishim kerak. O'shaning uchun hozir 11 dan 15 minut o'tdi-da, bu yoqqa borishga ham hozir havoni ko'rib turibsizlar. O'shaning uchun Kimda yana qanday fikrlar bor, aytinglar, aytsanglar. Yo'l masalasi uchun keldim. U o'rganish davom etaveradi.
Elektr yana hali nima ham qilamiz bu yerda, sayyor qabul ham qilamiz. Hozir ham mahallalarda sayyor qabul qilib yuribmiz. Rahmat. O'shaning uchun elektr masalasini, yana umuman mana shu asfaltdan boshqa masalalarni yana ish jarayonida ko'rib boraveramiz. Savolda qarang, masalan, Buni gaplashib bo'ldi. Gaplashib bo'ldik-da. Yo'q, masalan, men kech keldim-ku. Masalan, mana bu Endi hammalaringga bitta kelsa men tushuntirib bera olmay. Gaplashib bo'ldik, rozilik olindi. rozi bo'lmaydi bular. Rozi bo'ldi uyga. Beysakizdan boshqa endi. Qarang, narki mahallalar bo'lgan-ku. Qanday bo'lib biz To'xtab turing endi, to'xtab turing. Siz qaytarmang. Sanovi. Qaytarmang. To'xtang, mana men sizga yana boshqa tushuntiraman. O'sha kuni loyihachilar kelyapti-da hokimga qarang. Aytadi, bizlar Ramadan ko'chasi. Yana bir kishi keladi boshdan boshlanadi. Bobur aka. U aytadi. U aytadi, bizga deydi, bular deydi, narki ana u Balshida ichkarida ishlovdi Ramadan deb chizdirdi. Bitta narsada eshiting. Bitta narsa. Agar rais mana prokuraturaga yozib berdik deb ayollar aytayapti-da. Agar rais noqonuniy xatti harakat qilgan bo'lsa, otamgacha borib narsada endi eshiting. To'xtab turinglar, bitta fuqaro bilan gaplashib olsinlar hokim. Bu to'xtab turinglar. Bitta murojaat. Bitta odam bilan gaplashyaptilar. Gapni bo'lmanglar. Gapiring. Endi unaqa siz yashil ro'mol o'ragan ayol unaqa nima qilmang endi. U otingiz kim? Yo'q, otingiz kim? Joningizni o'tkazib nima qilyapti? Yo'q, otam bu vaqtida bor, qizing yurishga Unaqa bo'lganmi chopyapti, unaqa. Nega bizga murojaat qilmagansiz? Endi bitta mana hozir ko'ryapsizmi? Ana bir-birimiz eshitmasligimizdan vaqt samarasiz ketyapti-da. Men tushuntirdim. Otalarga murojaat qilingan. Mana uchastkoviga nimaga? Uchastkoviga. Suv bermayman degan gap bo'lyapti. Boshqa narsaga o'tib ketyapmiz-da, ko'ryapsizmi hozir? Boshqa masala hozir kimdir yana tushundim. Qizingni yig'. Tushundim. Hozir bu bitta masalani yechib olaylik. Bitta masalani bir joyga qo'yib olaylik. Keyin siz masalangizga o'tamiz. Sizni отдельно murojaatingiz bo'lsa, keyin gaplashaveramizda uni. Hozir bir masalani tugatmasa ikkinchisiga o'tib ketadi, fikr tarqoqlik yana kasha masha ertalabdan kechgacha mana shu yerda o'tirib yuraveramiz. Mana aytayapman hozir. Rais agar mana uni kirgizmasdan, uni chiqarib yuborib, o'pin byudjetga kirgizib, chiqarib yuborib bir narsa qilgan bo'lsa, ayollar mana prokuraturaga yozib bergan ekan, prokuratura chorasini ko'raveradi buni. Qonun buzilishi bo'lgan bo'lsa-da. Lekin bu havoda bunaqa pogodniy условияda shag'al emas, asfaltni bosib bo'lmaydi deyapman men. Hozir u ko'chadan sug'urib turib, bu yoqqa olib kelib turib, asfalt qo'yib bo'lmaydi. U bir mayli qoldi u ko'cha. Endi bu ko'chaga keladigan bo'lsak, taxminan mart-aprel oylarigacha shag'al bosib bo'lmaydi. Sababi havo qurimasa, mana bunaqa loy bo'ladigan bo'lsa, shag'al ham asfalt ham hech narsa qilib bo'lmaydi. Kimga borgan taqdiringizda ham, kimga borib uchrashgan taqdiringizda ham, kimga murojaat qilgan taqdiringizda ham havo bunaqaki men qanaqa asfalt bosib beraman yo shag'al bosib beraman deb aytadi hozir. Endi nima qaysi oyda o'ynalarni? Avgust oyidami? Birinchisi aprelda bo'ladi, ikkinchisi avgustda bo'ladi. Birinchisiga tushmaydi bular, endi avtomatik keyingi avgustdagisiga tushadi. Avgustdagisiga mana shu yerda boshqa mahallalarda ham agar jipskashlik qilib turib, men mayli aprel oyida shag'al bosib beraman deyapman. Havo sal qurigandan keyin, normal bo'lgandan keyin, yomg'ir yog'masa, jala quymasa, boshqa bo'lmasa, asfalt bosib katok qilib beraman. Chutki bo'lib turadi. Avgust oyida oradan 2 oy, 3 oy o'tgandan keyin avgust oyida o'pin byudjet o'ynalarida kerak bo'lsa boshqa mahallalarda ham jalb qilgan holatda yutishga ham yordam berib, mana shu yerda asfaltini bostirib beradi. Sentyabr oylarigacha bo'ladi. Endi bu safar o'pin byudjet boshqacha tartibda bo'lar ekan, o'zingizdan bilasiz. U yarmini mahalla ko'tarsin deb. Yo'q, u qo'shimcha, yutilmagan anaqa. Qo'shimcha program. Narki tomonda masalan aholi ko'p, narki hududimizda-da, hokimlar bizda ham eshitdinglar. Masalan, Balshiy uchastkami, Oqtepa uchastkamizda. Endi u tomonlar aksariyati bo'lib bo'ldi-da o'sha asfalt. Endi hozir bu o'pin byudjet bizga yuta olmasligimiz aniq. Aniq, chunki aholi soni u yoqda ko'p. Bo'lgan odam pul bermaydi. Masalan, oldingi o'pin byudjetda Nimaga gapiryapman shu narsani? Boshqa mahallani ishtiroki bilan bo'lsa, masalalarga yordam beraman. Tushunayapsiz? Tegiga shag'al solsam, hozir tegiga men hashar yo'li bilan shag'al soladigan bo'lsam, asfalt o'sha smeta qilayotganda shag'alni chiqarib tashlaymiz. Yana tegiga agar sheben soladigan bo'lsa, shebenni chiqarib tashlaymiz. Uni texnikasi boshqasi hamma narsa chiqib ketgandan keyin qo'shimcha balki yana 2-3 ta ko'chaga kirishga ham mumkin asfalt. Chunki pul ortib qoladi-da.
pul ortib qolgandan keyin ko'proq asfalt olamiz. Hashar bilan qolgan ko'chalarni ham yana qo'shimcha qaysi bir ko'cha bo'ladigan bo'lsa, yetadigan qismini ajratib bu yoqqa qo'yib nima qilib beramiz. Hozir xatga murojaat qilgan taqdiringizda ham bu havo tinmasa, yomg'ir bo'ladi, nam bo'ladigan bo'lsa ham asfalt bosib bo'lmaydi. Bizga bahorda bo'lsa ham qilib beraman deb va'da bersa biz kunamiz. Ya, bahorda men shag'al qilib beraman.